Ey hayotning guli bo'lgan ayol, shuni bilginki, yaxshi tahsil ko'rgan va ilm nuri bilan xulqini yaxshilagan ayol har yerda izzat topqay. Ilm ayol uchun zinnat. Aqlni nadonlikdan qutuldirgan har bir ayol numus, izzat, ayollik qadrini tushunib ketgay. Bundaq ayol hech bir ishda adashmog'usi. Ilimsiz ayol bo'lsa, bola tarbiyasida turli kamchiliklarga yo'l qo'yadi. Odam uchun eng zarur narsalar numus, izzat, haya qatorliq fazilatlar ilm ma'rifat orqali kasb qilinur. Badxuluq va tetiqsiz erga uchragan ayol bor kuchini ishga solib, eriga uning noto'g'ri yo'lda ketayotganligini tushuntirishi, uningga vaznasihat qilmoqi zarur.